Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'rib turgan detallarimiz Captiva'ning katalizatori. Captiva 3 motorli ko'kida o'rtasidan bo'linib ketgan, ikkinchisi esa maydalanib chiqib ketgan va o'rtadagi katalizator to'lib vyxlopni umuman qo'yavermagan. Guruchlardan har xil rangli tutunlar yoki zaharli hidlar chiqib boshlagan. Buni sababi asl sababi mana shu sensor datchiklar bo'ladi. Sensor datchiklarning hammasini har 15 kun deb tozalab turishimiz kerak. Ko'ryapsizlar qanchalik musor bosib ketgan. Bular yaxshi ishlamagandan keyin уже kompyuterga informatsiyani ham to'g'ri bera olmaydi. Kompyuter ham esa injektorlarni o'z vaqtida boshqara olmaydi va rasxod ko'payib ketadi. Rasxod ko'paygan hisobiga katalizator eriydi. Erigandan keyin esa hamma yoq boshlanadi. Головка praktik kuyish bo'ladi yoki kolsa, masina kolsalari yopishib qolib, guruchlardan har xil tutunlar chiqishi yoki mana bunaqa pedallarni xuddi yo'q qilib qo'yganga o'xshab qoladigan kuzatishlar bo'ladi. Bunaqa paytlarda mana shunaqa datchiklarni ko'rib turibsizlar, o'zlaringiz ham mana qatnaychilayotganini ko'rib bitta-bitta ko'rsatganmiz. Hammasini yechib tozalasalaringiz bo'ladi. Mabodo tozala olmasangiz, olib master uloqiga chiqinglar, yoki datchiklarni tozalab, обновление kompyuterni qilib, katalizatorlarni alishtirib, remont qilib beramiz. Undan tashqari motor, ходовой, рулевой kolonka, mexanika korobkalar bilan ham shug'ullanamiz. Propiskalarga esdan chiqmasin. Atmet ko'rib qo'yinglar, ko'proq odamlar foydalansin deymiz akalar.